Kim nimada o'ylaydi? O'zga sayyoraliklar bormi? Men o'ylashim bo'yicha bor. Biza bu yoqda yotibmiz, ular ham kimdir naryoqda shu gapni aytayotgandir balkim. O'zga sayyoraliklar. Agar mabodo o'zga sayyoraliklar bo'lsa, ularda ham eshitadigan qulog'i, burni, ko'zi, ovqat yeydigan og'zi bormikan? Ular bizdan baquvvatmikan? Ularda ham sevgi, do'stlik degan narsa bormikan? Shu narsalarga qiziqaman-da. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Ularda ham mana g'arazgo'ylik bormikan? Bir-biriga ko'ra olmaslik, g'arazgo'ylik, negativlik, shu narsalar bormikan yo faqat odamzodda bormikan? Men mol boqib yurganimda echkilarimga qarab turardim-da. Echkilar qizg'onaydi. Bunday qilib shoxlab tashlardi bir-birini. Bunday qarardim-da. Hattoki mollarda ham shu holat bor. Odamlarni aytmasa ham bo'ladi. Bu dunyoda o'zi ideal bironta jonzot bormikan deb o'ylanardim. Endi shu hozir o'ylab qo'ygan narsam o'zga sayyoraliklarda ham shunaqa bir-birini ko'rolmaslik, negativlik, g'arazgo'ylik bormikan? O'zga sayyoraliklar bormikan? Nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni kommentda kutaman. Hozir bittasi aytar, jinni bo'lib qolsan deb. Aytsa aytar. Aytmaysiz-a?